Tillolarni o'g'irlating. Ha? Keliniz ularni olsin. O'g'irlikda ushlab oling. Keyin uni haydaysiz. Mana shu xolos. Keyin qamatasiz. Bitta gapirib ko'r, yuzingga sapchiydi bu. Onangga o'xshamay ket. Onamni umuman aralashtirmang. Tushundingizmi? Ey, barxonaga kir. Voy. Mana ko'tillalar. Shunda oson joyda turgan ekan-ku. Nima qilib qiynalib yuribman? Tavba. 100 marta qaradim. Yo'q, bu uyda faqat siz qolgansiz. Demak, siz olgansiz. Voy, ana kerak bo'lsa. Tuhmatchi qaynona. Keyin ham shu kunlarda 180 gradusga o'zgarib qolganlar. Ayniqsa akamni burunday pul sazib oladigan bo'lganlar. Nahotki Marjonlarning ochilmagan qirralari ochilayotgan bo'lsa? Xotining o'g'ri ekan. O'g'rilik qildi. Nima? U o'g'rilik qildi, tushunyapsizlarmi? Oyi. Nimaga Asali Jamila bilan yolg'iz qoldirmadingiz? Yolg'iz qoldirsam ham, qoldirmasam ham o'gayligini qilyapti xotining. Yana nima bo'ldi, oyi? Ha? Endi ketaman deb turganimda Asal uyg'onib qoldi. Xonasidan chiqib kelib, meni kiyinganimni ko'rib, mahkam menga yopishib oldi. Men hozir kelaman, qizim desam ham ko'nmasdan etagimga yopishib oldi. Sizni yaxshi ko'radi, oyi. Aldab-suldab oling kelin dedim sekin. Jamila shundoq bolani olib mahkam quchoqlab olsa bo'ladimi? Menga yana ketavering, oyi, ketavering deydi. Bola bechara big'illab nafasi qisilib qoldi. Haligi mahkam ushlagandan qo'llari og'rib ketdi bola bechorani. Yaxshi gapirib, o'yinchoqlar berib, bunda olib qolmabdi-da aldab-suldab. Yo'q-da. Axiri chidolmasdan qo'lidan bolani oldim-da, o'zim bilan birga olib ketdim. Yaxshi qilibsiz. Voy. Bolani bu yoqqa bering, shunaqa ham berahm bo'lasizmi dedim. Qo'yib tashadim kelinni. Qo'llarini qisib yordi shundoq bolani. Shunaqa deng. Menchi Asalni u bilan qoldirmayman endi hech ham. Dadajon, Ha, labbay. haligi shirinligim tayyor bo'layotganda, issiq choy bilan olib kelib beraymi, yeb olasiz? Yo'q, rahmat kelin. Rahmat. Baraka toping. Ovqatlandim. Qornim to'ydi. Qo'liz dard ko'rmasin. Osh bo'lsin, dadajon. Ha, aytmoqchi, qaynonasi ko'rinmaydi. Biror joyga ketdimi? Bilmasam, shu siz kelishingizdan yarim soat oldin ko'chaga chiqib ketgandilar. Qayerga ketdi ekan? Bilmasam. Qumra degan bir qo'shni ayol bor-ku. Menimcha, o'shalarnikiga ketganlar. Yana Qumrinikiga qatnab qoldimi? Hadi bu yerga bormagan. Bu ayol bilan kamroq gaplashgin degandim. Qayoqda deysiz, dadajon? Siz Nodir akam ishga ketishlari bilan yo Qumribobo biznikiga keladilar, yo Oyjon chiqib ketadilar. Rosa ko'p bir-birligi bilan gaplashib o'tirishadi. Shundan keyin Oyjon fe'llar ayniydi. Men bilan janjallashadilar. Yaramas. Bu qaynonangizni yaxshilab tergamasam bo'lmaydi shekilli. Kelin, siz unga e'tibor bermang. Endi qiyinchilikda katta bo'lgani uchun ozgina asabiylashib qolgan. Sizdan iltimos. Shu ikkalanglar kelishib, ona bolada yashaylar, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, dadajon. Menchi Oyjonni qo'ynilarini olishga harakat qilgan sarim ular meni chetlashtiradilar. Hatto dadajon, hech kim yo'q paytda Oyjon, seni o'ldiraman deb menga pichoq o'qtarguncha bordilar. Yo'q. Bunga endi qanaqa chidayman? Bu birato'la esini yeb qo'yibdi-ku. Ishga borib keling. Hali o'zim yaxshilab gaplashib qo'yaman. Sizdan iltimos kelin. Siz hadeb asabingizni buzmang.
Bu nevaramga ta'sir qilishi mumkin. Sal o'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p, bo'ladi dadajon. Tushundim. Bo'pti, men ketdim. Qiladigan ishlarim bor edi. Yaxshi o'tiring. Charchamang dadajon. Xo'p. Bopladimmi shum kampir? Battar bo'l. Rustam aka, ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi bo'ladi. Sizni hech kim bezovta qilmayaptimi? Yo'q. Kimdir bezovta qilish kerakmidi? Yo'q, o'zim so'radim kayfiyatingiz yo'qligiga. Ha. Menga qara Jamila. Sen nimaga qizim Asal bilan chiqishmayapsan? Voy, nimaga unaqa deysiz? Biz yaxshi chiqishamiz. Ha. Nega unda sendan bezib qolgandek? Seni yomon ko'rib qolganman yoki menga shunaqa tuyulyaptimi? Shuni bir yaxshilab o'ylab javob ber. Agar ahvol shu kechda bo'ladigan bo'lsa, yaxshi ish bo'lmaydi. O'ylab ish qilgin. Men nima qildim? Bilmadim. Yaxshilab o'ylab ko'r. Sobir. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hormon aka. Salomat bo'l. Bu deyman bog'dagi ishlarni boshlab yuboribsiz-a? Allaqachon boshlashimiz kerak edi. Kechga ham qoldik. Ha. Bir ikkita olma daraxtlarini shoxi g'ovlab ketibdi. Shuni ayting. Tashvishlar bilan bo'lib, bog' ham esdan chiqib ketibdi. Gapirma. Endi ertadan chiqib, ishchilarni olib chiqasan. Ha. Ko'pchilik bo'lib ishlasak, kuzda o'ylagan hosilimizni olamiz. Shunday aka, bo'ldi. Men kechki o'tib brigadani ko'raman. Ha. Ertaga ishchilarni olib kelaman. Shunaqa qil. Sobir. Bordinglarmi, gaplashdinglarmi? Borib keldik aka. Gaplashdik hammasini. Ha. Kasallik varaqasi, rentgen, shu nima bo'lsa hammasini ko'rsatdik. Ha. Nima dedi? Habib akamga baraka toping. Yaxshi ham kechiktirmasdan olib kelibsiz dedi. Ha. Yana 1-2 oy uyda saqlaganlaringda operatsiya qilsalaring ham suyaklari bitmasdi dedi. Habib dod degancha ham bor ekanda. Shunaqa. Tez operatsiya qildirish kerak ekanda. Ada aka. Qancha dedi pulini? 200 millionlar atrofida dedi. To'laymiz. Nima qilamiz? Aka, Ha? shu hosilni pullaridan bir qismini men ham to'laveray. Ha, Baraka top. Yur, noklarga o'tib kelaylik. Bo'ldi. Nokni ko'rib kelaylik. chiqing. Hayda. Opa, nima bo'ldi? Ha? O'g'lingni ushladingizmi? Ushlaganda ham gapmi? Shunday telefonda rasm, videolari bilan, isbotlari bilan oldim, Qumruxon. Rostdan. Menga qarang. Xuddi siz aytgandek qilib tillalarni ochiqqa qo'yib, men ish bilan ketyapman, hali beri kelmayman deb ketdim deng. Hey, keyin o'zim chetroqqa o'tib poylab turdim. Samira keyin yotoqxonamga kirdi-da deng. Bir payt hamma tillalarimni ko'rib olib cho'ntagiga soldi. G'irt o'g'ri ekan-ku. Ha-da, qarang, keyin men telefonimni olib uni videoga oldim-ku. Ha. Hey, hammasini sezdirmay videoga oldim. Aha. Voy, boplabsiz. Voy. O'g'rligini isbotladingizmi? Ha? Qayoqda deng? Ha? U yaramas makkori mana shu vaziyatdan ham chiqib ketdi deng. Darrov uyga kirib tillalarim qani dedim. Xo'sh. Men olganim yo'q deydi. Yo. Darrov uni uyga qamadim-da, erim bilan o'g'limga qo'ng'iroq qilib chaqirdim uyga.
Videolarni ham ko'rsatdim. Ha. O'g'lim o'g'ri ekansan, lash-lushlaringni olib yo'qol uydan dedi. Xo'sh, Ey, ajab qipti. Zo'r qipti. shunday ish pishgan joyda deng, yana deng Samiran makkoralik ish berib qoldi. Nima qildi? Yig'lab, ko'z yosh to'kib, erimga qornimdagi bola bilan qaytga boraman deb yalindi. Voy. Erim yana shu yerda ishga aralashib buzdi-da deng. Rahm shafqat qilib, ana boshqa takrorlamayman deyapti deb, bitta imkoniyat beraylik deb olib qoldi. Keliniz yana qutulib qopti-da Hada. vaziyatdan. Hada. Yomon bo'pti. To'g'rimi, opa? Qarang, mana shu erimda deng issiq sovuq qolganmi bilmayman da. Balkim issiq sovuq qolgandir. Mana shu Balkim. Voy, siz men seni chiqib qolarmikansan deb 1 soat kutdim ha. Nima qilay, chiqib keta olmadim-da. Bo'lmasam o'sha tillarni umuman qaynonamga qaytarib bermasdim. Sotib maza qilardik. Chet elga ketardik. Menga qara, yana bir urinib ko'rsang bo'lardi. Albatta, urinib ko'raman. Shuncha tillarni qaynonamda qoldirib qo'ymayman-ku. Bir kunmas bir kun ko'rasiz. Ular albatta meni changalimga tushadi. Barakalla. Bugun orqamizdan tushadiganlar yo'q-ku, ha? Yo'q, orqamizdan tushadiganlar yo'q. Chunki qaynonam yo'llarda uydan chiqdim. Va qaynonang yo'q ekan, birato'la tillarni olib chiqmadingmi? Shuni ham aytib o'tirish kerakmi? Olib chiqmoqchi edim. Lekin qaynonam eshikni qulflab, kaltini o'zi bilan olib ketib qopti. Buni qarang. Qaynonang ham rosta pishiq ekan, ha? Shunaqa pishiq, ilonni yog'ini yalagan, ishoning. Mayli, unda ketdikmi, bu joyga borib ovqatlanamizmi? Ha, qornim juda ham ochib ketdi. Ketdik. Ketdik. Uy. Amma? Amma? Ko'mri? Keling, Ko'mraxon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nega u ko'rpada shay qilib yotib oldingiz? Sizga nima bo'ldi? Mazam qochdi. Qon bosimi yana oshib ketdi mana, ko'tarilib ketdi. Nega qon bosimingiz oshadi? Nega bo'lardi? Ha, Anavi siz olib borgan folbinga borib kelgandan keyin yana oshdi-da. Marjona bilan Hoshimjon yana battar bo'lib qolishdi. Ha? Menga tashlanib, men bilan janjallashib ketishdi ikkalasi. Marjona menga baqirib ketdi. Ha? rostdanmi? Ha? O'zichi, o'sha folminizga bekor boribman. Bir tili foydasi yo'q ekan. Boshqalar borsa yaxshi bo'lardi-ku. Qarang-a, hammaga yoqqan folbin o'lgur, demak menga yoqmabdi-da, ha? Shunaqaga o'xshaydi ammajon. Mayli qo'yavering, ammajon. Sizni boshqasiga olib boraman. Kerak emas. Endi men boshqa hech qanaqa folbinga bormayman. Yana pulim ketadimi? O'sha pullarimga achinib o'tiribman. Qaytarib bersin pullarimni. Olib bering. O'zingiz bilasiz ammajon. Yomondan qochib qutul yoki o'lib qutul deb bekorga aytishmagan ekanda. Bundan qutulib bo'lmaydi, dadasi. Norgul, bo'ldi bas qilgina. Ha, bir marta xato qilsa qipti-da. Bir xato qilsa go'rgaydi. Bir umr xato qiladi bu. Menga qara, chakaging tinadimi yo'qmi? Tinmaydi. Menga qolsa yo'q qochish kerak bu kelinni. Bir o'zi uyda bo'lsa, uyimni qulflab kirib, qulflab chiqyapman. Ajab qilsan. Allaqachon shunaqa qilish kerak edi. Menga qara,
ikkita kelin qilib o'g'limni ajratib olib ham bunday yomon kelin ko'rmagan edim. O'shalarni hamchi chakaging tinmasdan yomonlab yo'q qilding. Mana, ko'rmayapsizmi? Jabrini tortib o'tiribman. Bejizga aytishmaydi. To yomonni bilmagaysan, yaxshini qadriga yetmaysan deb. Dadasi. Jon dadasi. Nima deysiz? Sizga bir gap aytaman. Lekin Nodirga aytmaysiz. Xo'p. Nima gap ekan? Dadajon, Labay qizim. yaxshi o'tiribsizlarmi? Biron bir kamchilik yo'qmi? Nimadir olib kelib beraymi? Yo'q, rahmat. Ishingizni qilavering. Choy ichasizmi? Issiq choy damlab kelaman. Rahmat. Boring, ishingizni qilavering. Xo'p bo'ladi, xo'p. Gapir, nima demoqchi eding? Ha, arzimaydigan gap. O'zi arziydigan gap aytsang hayron qolardim. Yaxshi. Alhamdulillah. Tog'larga qarab qo'y, ochidan o'lmasin. Ey. Sobir. Ha. Odamni bag'ridil ochiladi-a? Ha. Yaxshiyam dadamiz mana shu bog'ni qilgan ekanlar aka. Bo'lmasa biz tirikchilikni qayerdan qilardik? Gapirma. Ha, aka. Ha? Endi ana kreditni qachon olmoqchisiz? Qani ana u jamg'armadagilar qancha pul ajratishini aytsin. Qolganini biz beramiz. To'g'ri aytasiz aka. Ishqilib lekin aytsin-da tezroq. Aka, bu deyman bir bo'lsa, Marjona bilan o'zingiz o'sha jamg'armaga borib keling. O'zim borib kelaymi? Hada boring-chi. Ko'ring, gaplashing. Ular o'zi qanaqa odam? Gaplari jiddiymi, yo'qmi? To'g'ri aytasan. Ularni kutib o'tirursak. Ular qachon pul ajratishini aytmasa. Shuda? Ey, balki umuman pul ajratmas. Shuni aytaman-da aka. Gaping to'g'ri. Keyingi hafta Marjona bilan o'zim borib kelaman unda. Ey, ishchilar qani? Daraxtlarni butalash kerak. Aka, ular pastdagi olmazorda allaqachon ishni boshlagan. Nima aytmaysan menga? Yur borib ko'raylik. Nima qilyapti ekan? Aytish esimda yo'q-da aka, gap bilan bo'lib. Patpating qani? Ha, turibdi, kishnab turibdi. Ketdik. Ha, opa. Ko'rinmaysiz? Voy, Matluba, xabaram olmaysan. Qon bosimim ko'tarildi, mazam bo'lmay qoldi. Bolalarim meni dam olib kelsin, davolanib kelsin deb sihatgohga jo'natishdi. Borib, dam olib keldim. Yaxshi. Opa, shunaqa joylarga meni ham qo'shib aytmabsiz-da. Siz bahona men ham dam olib sal davolanib kelarmidim. Lekin bu kelini dastidanchi qon bosimim oshib ketyapti. Voy tavba, yana nima qildi kelining? A? Bu gal nima qildi endi? Opa, bu kelin o'zidan ketdi. Yo'q. Ha, opa. Buchi, o'qiyapman, men o'qishdaman deb butunlay o'zidan ketib qoldi. Hozirchi yelkamga emas, mana shu boshimga chiqib oldi, boshimga. Bu na o'qishdan kelib ovqat qiladi, na bir uylarni yig'ishtiradi. Hech qayerga qaramay qo'ydi. Xullas opa, sizga to'g'risini aytsam, bu odamgarchilikdan butunlay chiqib ketdi. O'zichi hamma balo mana shu Xotinjonimda. Shu yarashaman deb shuni qo'liga tilxatni o'z qo'li bilan yozib, imzo chekib berdi. Mana shundan beri boshim balodan chiqmayapti.
Endi xotin undan qo'rqmaydi. Chunki tilxati bor. Agar meni aytganimni qilmasang, quloq solmasang, seni unday qilaman, bunday qilaman deb Hoshimjon qo'rqitib olgan. Matlubaxon, menga qara, shoshilma. Senga qolsa Marjonida shunday yaxshi qizi yalmog'iz desang qo'yasan-a? Qara, yalmog'izga chiqazib qo'yding hozir. Unaqa dema, uyat bo'ladi. Qo'shnilar eshitsa nima bo'ladi, a? Aytmaydimi? Matlubani kelini yalmog'iz bo'lib qopti deb. Opa, desin. Xuddi shunday desin, opa, desin. Voy, Bu meni jonimdan to'ydirib yubordi. Shuni dastidan dot. Shunga otasini yoniga, ya'ni Komiljon oldiga boraymikin deb o'tiribman. qo'y, shunaqa gaplarni. Uyat bo'ladi-ya. Uyat bo'lsa-chi, menga emas. Ana o'shalarga uyat bo'ladi. O'shanga uyat bo'lsin. Uyaladigan bo'lsa, o'sha tasqara uyalsin. Nega men uyalatganman? Matluba, qudilaring eshitsa, a? Uyat bo'ladi-yu, bo'ldi-da endi. Ular qizimiz er bilan yarashdi, tinib-tinchib o'tiribdi deb xursand bo'lib o'tirishibdi. Tinchimasin shu. Men tinchimayapman, nima? Ular tinchib o'tirishsinmi, mazza qilishib rohatda. O'zi senga men gapirgan bilan foydasi yo'q ekan, Matluba. Menga qara. Xullas, Hoshimjon senga yo'llanma olib bersin. O'sha men borgan joyga bor sihatgohga. Voy, asablaring charchabdi. Tinchlarni mazza qilib dam olib kelasan. Xo'pmi? Xo'p degindek borgin. Bunaqada mana bolalarni ham tinchitmaysan, Matluba. Voy. Ularni ne men tinchini buzaman? Ular meni tinchim buzyapti-ku. Ular yaxshi yashashyapti, ular tinch. Mana men notinchman. Seni miyang notinch. Davolatib kelasan, bor. Aytgan joyimga. Hoshimjon kelishi bilan shuni tayin qilgin. Xo'pmi? Bor sihatgohga. Bormasang bo'lmaydi, Matluba. Bunaqada toming ketib qoladi. Yana qariganingda hayoli qochadigan, hali hech narsani tanimaydigan odam bo'lib qolmagin. Opa, voqimazdan bor bo'lsin. Nega unaqa bo'ladi? Nega tomim ketadi meni? Menga qara. Deb Marjonani kavlaysan. Unaqada shunaqa kasal bo'lib qolasan. Bo'pti, opa. Xo'p. Iloyim sog' bo'lgin. Kasal bo'lmagin. Rahmat. Xo'p. Voy onajonim, hozir miyam yorilib ketadi. Kelin! Samira! Samira! Samira, kelin, meni hamma yo'g'im qaqshab mazam bo'lmay ketyapti. Issiqqina choy olib kelib bering. Qarang-a. Masiz bo'lmasa, yumshoqqina gapirib qolarkansiz-a menga? Hamma yo'g'im qaqshab ketyapti. Boring, gapni ko'paytirmasdan issiq choy olib keling. Ertalab issiq choy ichgandingiz-ku? Nima yana ichmoqchimisiz? Endi deb choy ichaverarkan-de. Mazam yo'q deyapman-ku. Oyjon, sekin turing-de. Pastga tushib, o'zingizga choy damlab ichivera qoling. Kelin degan shunaqa payt choy damlab beradi-da. Endi u yaxshi kelinlar shunaqa qiladi. Men-chi, choy damlasam ham, damlab bermasam ham baribir yomon kelin bo'lib qovuraman-ku. Hech ham meni yaxshi demaysiz. Voy. Hamma yo'g'im qaqshab ketyapti. Voy. Dadasi mana kunlarim isib ketyapti.
Zo'r bo'ldi. To'tinusa yangamni ham yaqinda operatsiya qilishadi. Hal bo'lay deb qoldi. Voy, kim? Pul beryapti? Avvalo Komil akam bilan men ko'maklashamiz. Yana xalqaro xayriya jamg'armasi ham pul ajratadigan bo'ldi. Siz ham pul berasizmi? Ha, beraman. Qaysi pulingizni berasiz? Olma pishgandan keyin optim Rossiyaga sotamiz. O'shandan beraman. Akam bilan o'rtada qilib beramiz-da. O'zi sizni esingiz joyida emas shekilli. Kallingiz ham ishlamaydi menimcha. Ey, gapingni o'ylab gapir. Tilingni sug'urib olmang yana. Seni o'zingni kallang ishlamaydi. Tovuq miya. Nima? Komil akam aka, men uka emasmanmi? Ular olgan pulini kredit qilib olyaptilar. Osmoz yetmasa men ham Komil akamga qarashib boraman. O'zi Habibul akamda pul yo'q-ku. Ular qayerdan olsin? Aka, ukangizni o'ylaysiz. Bola chaqangizni ham o'ylang. Ha, bolalar katta bo'lishyapti. Ularni o'qishi bor. Repetitor bor. Bularning hammasi pul. Tekinga bo'lmaydi. Qarang-a, bilmas ekanman. Ey, farzandni bergan Xudoyim rizqini ham o'zi beradi. Sen qo'rqma, hammasini o'zim hal qilaman. Undan ko'ra duo qilib tur. Erimni joni sog' bo'lsin deb tur, bo'ldi. Tushundingmi? Mana bu bilaklarda kuch-ku, hali qancha qiladigan ishlarim bor. Duo qil, duo xotin. Voy. Ishqilib sog' bo'lingda. Hozir choy ichamiz qizim, xo'p? Voy, nega qilyapti? Allo. Voy, esim qursin. Uzr, hozir yuboraman. Hozir. O'tirib tur qizim, hozir. Oyi, choy ichaman. Oyi. Asal. Oy jonim ey. Oy, og'zilarim qurib ketdi. Hamma yo'g'im qaqshab og'riyapti. Samira. Oy. Ha, oyijon, nima bo'ldi? Kelin. Maza bo'lmay ketyapti, qaltirab ketyapman. Nodira chaqiring. Nima, sizga Nodir akam doktormilar? Kelib sizga ukol qilarmidilar? Nodir kelib meni o'zi qaraydi, doktor chaqiradi, sho'rva qilib beradi. Qo'y go'shti olib kelsin, ayting. Mana, hozirdek qo'ng'iroq qilaman. Voy, isholmayapman ha, oyijon. Hozir yana qilib ko'ring-chi. Bo'ling, tez, bo'ling. Ko'rdingizmi? Telefonlarga umuman tushib bo'lmayapti. O'chiqmi telefonlari?
Unda boring, bitta issiq choy olib keling. Oyijon, sizga aytdim-ku. Turib, pastga tushib, o'zingizga damlab ichvering o'sha issiq choyingizni. Ey, Axir men sizga yomon kelinman-ku. Tag'in sizni zaharlab o'ldirib qo'ymay? boring, bitta sho'rva qilib bering. Men sizga sho'rva qilib bersam ham, issiq choyingizni damlab bersam ham, baribir umuman foydasi yo'q. Baribir siz meni yaxshi demaysiz. Hech qachon. Yaxshi deyman, kelin. Yaxshi deyman. Yaxshi kelin deb, anu bankadagi tillalaringizdan bitta yarimtasini menga sovg'a qilasizmi? Qarang-a. Yana nimani istaysan? Tilla berarmanmish. Yo'qol ko'zimdan chiqib ket xolamdan. Muallim, o'zingiz bilasiz, oyijon. Isitma qilib, bunaqa kasal bo'lib, o'lib qolmang tag'in. O'shanda baribir hamma tillalaringiz menga qoladi. Nafasing o'zingga ursin. O'lmayman men. Yaramas. Ay. Ay. Alo, Nodir o'g'lim. Nima o'g'il, yaxshimisiz? Yaxshi emasman. Nima bo'ldi? Hamma yo'g'im qaqshab og'rib ketyapti. Tezroq kel, o'lib qolaman. Tinchlikmi oyi? Qo'y go'shti olib kelinglar, sho'rva qilib beringlar. Bo'ldi oyijon, hozir boraman. Tezroq kel. Voy o'lay. Endi nima qilaman? Nima qilsam ekan? Oyijon bilan Rustam akamga nima deyman? Jamila? Asal qani? Unga nima qildi? Gapirsangiz-chi, nima bo'ldi o'zi? Asal ichkarida. Shifokorlar meni chiqazib yuborishdi. Ukol qilib dori qo'yishdi. Dori qo'yishdi? Asalga nima qildi, gapir. Qo'li kuyib qoldi Asali. Nega kuyib qoladi? Nimadan kuydi? Choy damlagandim. Stol ustida turgandi. Asal oshxonada televizor ko'rib turgandi. Bilmadim. Choynini tortdimi yoki bilmasdan tegib ketdimi? Qo'liga to'kildi. Xudoyim. Qo'li ozroq kuyibdi. Sen nega qaramading bolaga? Issiq choyi bolani oldidan uzoqroqqa olib qo'ymaydimi odam, a? Tegmaydi deb o'ylabman-da, oyijon. Mana ko'rdingmi? Men bilardim axir shunday bo'lishini. Oyijon, kechiring. Oyi. Mayli, bularni hozir hojati yo'q. Men doktor bilan gaplashib qolaman. Siz o'tirib turing, o'tiring. Hozir kelaman. Oyijon, kechiring. Bilmay qoldim. Qo'yinga kechiringmish. Xudoyim-a. Nima deyishdi bola? Hozir unga tinchlantiruvchi dori berishibdi. Paytdan foydalanib kuygan joylarni tekshirib, o'sha joylarga dori qo'yibdi. Ko'zini ochishi bilan sizni chaqiramiz deyishdi. Yaxshi. Rustam aka, oyijon, meni kechiringlar. Bunaqa bo'lishini bilmagandim. U choynini ag'anatganda sizni ko'zingiz qayoqda edi, a? Sen o'zi oshxonadamiding? Tepaga chiqqandim, 2-qavatga. Nimaga bolani yolg'iz qoldirasan? Bu kelinchi ataylab shunaqa qilgan. Xudo biladi, hali choynakni usti
yopiqmidi ochiqmidi hoynahoy ochiq qoldirgan choynakni. uzr oyijon. Jamila, hozir taksi chaqirdim. Sen uyga bor. Biz oyimlar bilan Asalni olib o'zimiz boramiz. Ol. Ana bola, ko'rding? Sobir. Shuni olib kelib, boplading-da. Kalla kuchli-da aka. Ha. Bog'ni tomosha qilib o'tiramiz. Aka, shu desangiz, bu yil mana bu olmalarni oladigan xaridorlar bilan vaqtliroq shartnoma qilishimiz kerak. Pishganda ham qilaveramiz. Kechikamiz aka. O'tgan yilgi olmalarni yoz kelgandan keyin sotdik. Shundaymi? Xudo xohlasa, bu yil o'tgan yilgidan ham ko'proq olma olamiz. Bahorgacha qolib ketmasin deysan-da. Shuda aka. Pishibsan, ha? Endi hayot pishiryapti-da aka. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Qizim yaxshimisan? Ammam yaxshimilar? Hammasi joyida dada. Ha, yaxshi. Nimalar qilyapsiz dada? Biz ham Sobir amaking bilan bog'da ishlab yotibmiz.